chiqayotganda video olgan ekanman. Sovuqda qandaydir video olmabdi do'stlar. Bez apparatlar chiqilgan. Hozir bez apparatlar tushamiz. Bizda apparatlar yo'q. Bori alyuminiy korotki. Ko'ryapsizlar, bag'ida 25-30 sm. Qolgan chiqib turadi. Bu taxta yordam bermaydi bayaq kelganda. Xudo xolasa mana shu ushab turar. Bu tarafini ko'ryapsizlar, 25-30 sm. Shu holatda kelamiz. Xudo xolasa mana shu sal yordam beradi. Ilohim yaxshi bo'ladi. Что, поехали уже, да? Перчатку надевай, меня Маришка. Да, да. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor. Do'stlar, mikrofon bor edi, mikrofonda gapirgani to'g'risi bu yerda hozir juda e'tibor bilan, sekinlik bilan harakat qilib tushmasangiz chalg'ib qolmaydi deb mikrofonni o'chirib, telefonda trolleysga berib qo'ydim. Video bergan tashqaridan ham deb. Chiqayotganda video olgandim, ichkaridan turib, qandaydir sovuqda olmay qolibdim, xudos olimdir deygan. Video oldim desam olmagan ekanman. Do'stlar, mana hozir balonlarni oldiga qo'yadi bittadan, tushayotganda shu sig'inmasligi uchun. Ko'ryapsizlar, temirga temir. Hozir eshik 37-38 gradus sovuq do'stlar. Bugun 27-chi, bugun 27mi? Bugun olingan video, xudo xolasa. Yangi ekskavatorga qiziqib, ekskavator o'rganaman, minaman degan aka-ukalarimiz uchun. Ilohim bunaqa holatga tushmanglar. Doim sizlarda apparatlar bo'lsin, uzundan uzun. Biz apparatlarimiz do'stlar zavodskoy korotkida 1 metrcha oshiq. Keyin alyuminiy o'ta sig'anchiq. Bilasizlar, bunaqa 30-40-50 gradusda alyuminiyga temir tem bo'lib qolib ushamaydi. Undan ko'ra tikka tushgani yaxshi. Shuning uchun do'stlar, bu holatda umuman shoshilmaymiz. Yangi ekskavatorga o'tirgan ukalarimiz uchun maslahat bermayman. Agar biron joyga ishga borib qolsangiz ham, chiqma shunaqa qilib desa, chiqmang hech qachon. Chunki o'zingizga nima deydi, o'zingizga balo orttirib olmang-da. Chiqing, yonidan chiqing. Shuni ekskavator yonidan chiqib, sekin ustida burilib oling. Sekinlik bilan lekin, bunaqa holatda sekinlik bilan do'stlar. Mana hozir tushyapman, qarang, kovushni yerga qo'yganim yo'q hali. Yerdan 10 sm uzib, sekin, o'ta sekinlik bilan 5 sm kelyapman. O'z ekskavator oldi tashlaydi oldiga, mana oldi sekin tashlayapti. Tashadimi, sirazi bunda ham kovushni ko'taraversangiz bo'lmaydi. Endi shu kovushni o'zingizga tortib sig'antirmasdan ham gusinishlarni aylantirib sekin yurasiz. Hozir men kabina ichida turibman-da, past ko'rinmayapti orqalarim. Shuning uchun derazani ochib bir qarab oldim. Bu sheriga trolleysdan qo'lida ko'rsatyapti-yu. Baribir trolleysga nima qilib yormang-da, komandasiga e'tibor bering, lekin o'zingiz ham vaziyatga qarang. Qachon uverim bo'lib, ishonch hosil qilsangiz, keyin harakatlaning. Mana tushyapman, qarang. Sekin ham yuryapman. Kovushni qarang, kovush siljigan yo'q. Kovushni o'zimga tortyapman, Kovush siljisa, haligi yerda nagruzkasi bilan sig'anishda ekskavator qiyshayib ketishi mumkin. Misol, kovushni yerga qo'yib itarib sursam, o'ynab ketadi-da chapga o'ngga. Shuning uchun kovush bir joyda turibdi, qarang. Lekin gusinishni aylanyapti-da, sekin tushyapman, ham egiltiryapman. Yeriga yetkazib olsam, inshaalloh u yog'i mari bizniki. Mana shu holatda yerga qo'ydim. Yerga qo'yib endi sekin yuraman. Bunda ham shoshilib ketmang, chunki orqamda qarang, 25 sm dan temirni ustida turib xolos. Agar bitta lishni divizyon qilsangiz, sig'anib yo o'ngga yo chapga ekskavator ko'ti tushib ketadi, aynaklari sinib ketishi mumkin. Endi bu holatda ag'darilib ketmaysiz-ku, lekin tralni ustida tursangiz ag'darilib ketishingiz mumkin. Tral ham baland emas, 70-80, har doim 1,5 metr 1 metr oshiq trallar keladi. Bu o'zimizning tral, konteyner tashiydi. Endi mana bashnini aylantirganda eng katta ish mana hozir o'ta nozik joyda turibdi-yu, qarang. Temir ustida bashnini aylantirdingizmi? Bir tempda. Tezlatmagan, pasaytirmagan. Bir tempda aylaning, to'xtatib qo'ymang. Mana shu holatda, shu to'xtatsangiz, bunda bashni to'xtagan evaziga gusinishni sep tral ustidan sig'anib tushib ketishi mumkin. O'ta sekinlik bilan kelib turib, to'xtayotganda ham sekin to'xtating.
Hozir men tralni ustiga qo'yaman do'stlar, lekin tralni ustiga qo'yib turib siyg'antirmang. Ha, hozir mana o'cha yurib oldim, mana kovush hozir tegadi yerga, mana tegdi tralga. Kovush bir joyda turibdi, mana yaxshilab topib bering. Rukayatni surasiz orqaga. Mana rukayatni sekin sursangiz, ekskavator o'z orqaga yuradi. Keyin sekin tushiraverasiz. Chunki kovushni qo'yib turib dir qilib tortsangiz, opasniy. Все, красавчик. Hammalarni